Hammaga salom, sizlar bilan men Dersay. Bugun men Minecraftdagi seedlarni ko'rsataman, do'stlar. Esingizda bo'lsa, men bir o'yinchi bilan serial qilayotgan edim. Shuning ikkinchi qismi chiqadi degandim, lekin u chiqmaydi. Chunki u men o'chib ketibdi. Shuning uchun ham hammaga uzr. Hozir biz seedlarni ko'rsatamiz. Ketdi. Do'stlar, birinchi seedimiz final deb yozasizlar va boshlaring mana paydo bo'lasizlar. Temirchilik uyi ham bor va u qishloqdagi videolar uchun 13-qishloq ham o'xshaydi, kim bilsa. Faqat mana bu uy bu yerda shu tarafda bitta uy bo'lishi kerak. Bu yerda bitta poliz ekan, mana bu yerda mana bu uy. Xullas bu hokazo. Do'stlar, keyingi set bu robot. Hiç çıkmadı. Uzun robotni küçüğünü harflemiz işte robot. Şimdi çıkadı. Mana şu qishloq. Hamma ko'rdi. Keyingi seedimiz bu meme. Shu seedni terib, mana bu yerga bosasizlar va mana bu yerda qishloqda tug'ilasiz. Bu yerda bitta sirli joy bor, uni ko'rsataman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shu yerdan ko'rasizlar. Bir xona chiqadi. Va mana bu yerda ishonish qiyinki bu importlar. Hattoki mana bu ham. Keyingi setga olg'a. Keyingisi esa 999 yozasizlar. Va shu qishloqda paydo bo'lasizlar. Mana ko'zni sevinglar. Keyingi setga olg'a. Keyingi set bu Brizon bor. Shuni yozasizlar. Va shu paydo bo'lsa bu yerda piramidani sizlar. Ikkita piramida bitta joyda. Mana bu survivalda kerak bo'ladi. Yarashchoq bilasizlar, mana bu yerdan toshga olib, nerlardan ikkitadan o'rnagini o'marasizlar. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Sizlar bilan Dersay bo'ldi. Hammaga xayr.